Qaysiki biron oilada nogiron farzand bo'ladigan bo'lsa, ota-ona hech qachon bu nogiron farzandini boshqa bolalaridan kam sevmaydi, balki unga sog'lomlaridan ham ko'proq mehr berishga harakat qiladi. Shiriyat sultoni Hazrat Mir Alisher Navoiy aytgan ekan: kimki bir ko'ngli shikastaning xotirin shod aylagay, oncha borki Ka'ba vayron bo'lsa, obod aylagay. Ana shunday ko'ngli yarim nogironlarning holidan xabar olib turadigan mehr saxovatli insonlar bilan uchrashish niyatida qadimiy va navqiron Buxoroga otlandik. Nogironligi bo'lgan shaxslarning manfaatlarini himoya qilish, ularni jamiyatimizning to'laqonli a'zosi ekanliklarini ko'rsatish, imkoniyatlari cheklangan bo'lsa ham biron bir hunarni egallab, mehnat faoliyati bilan shug'ullanishni istaganlarga doimiy yordam qo'lini cho'zib turadigan insonlardan biri Buxoro tuman nogironlar jamiyatining raisi, obro'li nuroniy oqsoqol Xomid bobo G'aniyevdir. Serg'ayrat va tetik otaxon doimo tumanda istiqomat qiluvchi, nogironlarning sog'lig'idan, turmushidan va hol-ahvolidan xabardor. Xomid bobo bu jamiyatni 2017-yildan buyon boshqarib keladi. Ushbu davrda tuman nogironlar jamiyati o'z ko'rsatkichlari bo'yicha respublikamizda eng yetakchi o'rinlardan biriga chiqdi. Buxoro tumanida jami 180 ming kishi istiqomat qiladi. Shulardan 4077 nogironligi bor fuqarolar jamiyatda ro'yxatdan o'tgan. Jamiyat faollari doimiy ravishda mana shu nogironlarga yordam qo'lini cho'zib kelmoqda. Buxoro tumanida tadbirkorlik, fermerlik, ishbilarmonlik yaxshi rivojlangan va shu insonlar ichida ko'makka muhtojlarga yordam berishni istaganlar juda ko'p va ushbu homiylar tomonidan ko'pgina oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechaklar, sovg'a-salomlar jamiyatga ehson qilib turiladi. Nogironlar jamiyati va tumandagi 4 ta sektor rahbarlari, 36 ta mahalla faollari, nuroniylar jamg'armasi, yoshlar agentligi va ijtimoiy xodimlar bilan birgalikda uyma-uy yurib, nogironlarga mana shu ehsonlarni yetkazib turishadi. Tumandagi nogironlar ichida 100 dan ortiq qo'ligul hunarmandlar, tikuvchilar, to'quvchilar, avtomobil sovutish moslamalari, radiotexnika ta'mirlovchi ustalar hamda sartaroshlar, oshpazlar, zargarlar va yana ko'plab mehnatsevar insonlar yashaydi. Tumandagi nogironlar ishlab chiqargan qo'l mehnati namunalari tuman markazidagi ko'rgazma pavilyonida namoyish etilmoqda va sotilmoqda. 2022-yil nogironlar jamiyati Buxoro viloyati tomonidan imkoniyati cheklangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini doimiy bandligini ta'minlash hisobiga oilaviy daromadlarni oshirish va kambag'allikni qisqartirish mavzusida davlat granti yutib oldi. Hunarmand nogironlarni qo'l mehnati namunalarini chiqarib sotish uchun ko'rgazma pavilyoni tashkil etildi. 2023-yil ham Buxoro viloyati tomonidan nogironligi bo'lgan yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida kasb-hunarga o'rgatish va sport to'garaklarini tashkil qilish mavzusida yana davlat grantiga sazovor bo'ldi. Shu grant loyihasi asosida hunarmand nogironlar doimiy ish bilan band bo'lishlari uchun zamonaviy asbob-uskuna, tikuv mashinkalari, dazmol stollari bilan ta'minlandi. Sportga qiziquvchi nogironligi bor yoshlarga shaxmat shashka, tennis to'garaklari tashkil qilindi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi hamkor vazirlik va idoralar bilan e'lon qilgan eng yaxshi ijtimoiy tashabbus Respublika ko'rik-tanlovida eng yaxshi ijtimoiy tashabbuskor nodavlat notijorat tashkiloti nominatsiyasi bo'yicha ham Buxoro tuman nogironlar jamiyati g'olib deb topildi. Nogiron so'zi ishlatilganda ko'pchilikning ko'z oldida imkoniyati cheklangan, faqatgina moddiy yordamga muhtoj insonlar gavdalanadi. Afsuski, bunday emas. Har kim ham imkoniyati yetganicha nogironlarga yordam qo'lini cho'zyapti. Ammo nogironlarda moddiy yordamdan ko'ra ma'naviy yordamga ham ehtiyoj katta. Inson borki, mehrga, e'tiborga intiqib yashaydi. Kimningdir ko'nglini ko'tarish, holidan xabar olish asl insoniylikning cho'qqisidir, deydi nogironlar jamiyati Buxoro tuman kengash raisi Hamid bobo. Yurtimizdagi tinchlikka, bozorlarimizdagi farovonlikka ko'z tegmasin. Faqat shukronalik qilishimiz lozim. Dunyodagi yoki har bir oiladagi salbiy voqealar noshukrlikdan paydo bo'ladi.
shukronalik baraka olib keladi, tinchlikni olib keladi, mehr muhabbatni keltiradi deydi qahramonimiz. İlk safarimizni Hamid bobo boshchiligida Buxoro tumanida yashovchi 2-jahon urushi nogironi, yosh ulug' inson 103 yoshga to'lib 104 yoshni qarshilayotgan Fayzullo bobo huzuriga otlandik. Nasib qilsa boboga sovg'a salomlar topshirib, urush xotiralarini tinglab, duolarini olib qaytamiz. Hozir mehmonlarimiz bilan biz Turkon mahallasi Arabxona qishlog'ida istiqomat qiluvchi urush veteranimiz Fayzullo bobo xonadonlariga yetib keldik birgalikda hammamiz. Bak ustadan bo'ldi, ikisini bo'ldi, kaman polka 5 ta bo'ldi. Va Kosovka Shukov tabuqa maşallahdan bir ustada Ukrayna prezidentinden bir ta bo'ldi. Uçukma köyün bo'ldi. Putin'den bir tane oldu. İslam Abdülhamid'in için 2 tane oldular. Bu prezident 4 tane verdi ondan. Abdülhamid Karimov 2 tane verdi. Ne işte bu la? 12 tane fazlanın var. 31 tane nelerim var. 40 tane kulağım var. Kulağında ha. 40 tane. 40 tane kulağım var. 12 tane fazlanın var. 140 tane hem boğman hem otoman. Ana şöyle başlarda hemesi okuyan Hemen fazlalarını okumuş. Bir yıl hizmet kılan kişi ben hem 50 yıl devlette hizmet kıldım, fabrika tabelçi buldum. Ha, bir 50 yıl. 45 yılga keldim, Kılavuzun içinde boşlam. Tabelçi bulup işledim, brigat bulup işledim. 85'e çaldım. 46 yıldan 85'e işledim. Ben fırıncılık, oğlum kapitan zıvanası var. 20 işlep pensiya çıktı. Ana oğlumla veremem, gayı bu işi yaptı. Uçavan devlet hizmeti yankışla bize. Hoca Fayzullo Hoca uylarga ko'proq kelib turamiz, har yil kelib turamiz. Bulardan hol ahvol so'rab turamiz. Bulardan bobodan kuch-quvvat olamiz. Biz ham o'sha kishini yoshlarga kirib, qarib yetib boramiz. U kishi 103 ni to'ldirdilar. 104 ga endi kiradilar. Biz 80 ni to'ldirib, endi 81 ga kiramiz. Nasib bo'lsa, yana 23 yildan keyin yetib boramiz shu kishiga. Bu xonadonga tinchlik tilaymiz, sog'lik tilaymiz. Barakali uy ekan bu. Doim so'rab turamiz. Bular bizdan xabardor, bizlar bulardan doim xabardor. Bularga kuch-quvvat doim ber. İltimos qilamiz Allohdan. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, sihat salomat bo'linglar. Nima niyatlaringiz bor, Alloh taolo niyatlaringizga yetkazsin. Rahmat. Onun bereket versin, bereket hayır versin, tinchlik versin. Amin. Dünyamızı balo kazan aslasınlar. Dünyamızı balo kazan aslasınlar. Amin. Hazreti Muhammed'in medatkar versinler. Sizlerge, hemmezge sağlık, selametlik versin. Uzak bunlar görürler. Koşapur ayoldan bölünler, baklı bölünler. Yeryüzü canlı evliyalar sizlerge medatkar versinler. Bukhara işlerde canlı evliyalar medatkar versinler. Hemmezge sağlık, selametlik versin. Ya sağlık, selametlik versin. İşlerge revol versin. Prezidentliğe mutlu versin. Koşapur versin, ayoldan versin, baklı versin prezidentliğe. Elbette prezident mücadelesiler. Rahbarlarımızdan zor versin. Koşapır mısın, ayoldan mısın, bak mısın. Prezidentliğe, rahbarlarımızga zor kullanırsın. Nima niyattan yapıyorsun. Yürüyen uyan öl, yürüyen ok mısın. Nima niyattan yapıyorsun. Prezidentliğe, rahbarlarımızga tinchlik versin, aman sonrak versin. Zor versin. Nima niyattan yapıyorsun. Hazreti Muhammed'in balogatdan medet versinler. Bukhara şehri canlı evliyalar medet versinler. Hemmerge sağlık, selametlik versin. Dünyamızdan balogatı asas. Tinchlik versin. Amin. Allahu Ekber. Hemmerge sağlık, selametlik versin.
ustoz bilan ko'p yillardan beri davralarda, tadbirlarda, anjumanlarda, mahalla guzarlarda bo'ladigan yig'inlarda ko'p uchrashib turamiz. Ustoz nafaqat men faxrlanaman. Nafaqat Buxoro tumani, balki butun Buxoro viloyatidagi nuroniylar, tengdoshlari, shogirdlari ustozimiz bilan faxrlanadilar. Bilasizmi, shunday insonlar borki, 100 yillarda bir marta kelib, shunday o'zidan iz qoldiradiki, ularning qilgan ishlari, bosgan izlari 1000 yil mana shu hududda, mana shu vatanda shabada sezib turadi. Shunday insonlar qatoridan Homid otamiz mana bugungi kunda Buxoro tuman nogironlar jamiyatining raisi sifatida bir necha marta mamlakatimizning orden va medallarini olgan inson. Kamtarin fidoyi ustozimizni har bir davralarda o'zgacha bir kirib kelishlari bor. Bu kishi kirib kelgan davrada qanaqadir fayz o'zgaradi, boshqacha bo'ladi. Qanaqadir insonlarning kayfiyati ko'tariladi. Yuzlaridan nur yog'ilib turgan otaxonimizning qilayotgan ishlariga o'zim ba'zan bir e'tibor berib turaman-da, bu hikmatni, bu hislatlarni qayerdan oldingiz deb ko'p savol berganman. Domla esingizda bormi? Qisqagina bitta gapni aytardilar-da, uchi doim. Xayrullo, bilasanmi, men budagi san ilg'ab olgan hislatlar rahmatli padari buzurgvorim dadam tomonlardan yuqqan desam, ayni haqiqatni aytgan bo'laman. Chunki Qori Abdurauf otamizni Buxoro o'sha 18-yilning 18-asrning oxiri, 19-asrda butun bu Buxoroga xizmatlari singan ilmlari bilan kelgan inson ekanlar. Bobolari xuddi shunday qorilar, Abduraufjon otalari, Abdurauf qori otamiz, bularning hammalarini agar hisoblaydigan bo'lsak, bular bir Buxoroning ilm beshigini tebratgan insonlar. Mana shu meni qo'limdagi kitob, mana Buxoro rivoyatlari kitobi, buyuk yozuvchi shoir, bir nechalar Buxoronoma gazetasining mas'ul muharriri, viloyat hokimligi matbuot qo'mitasida faoliyat ko'rsatgan Nusratullo Naimovning qalamlariga mansub katta bir chiroyli Abdurauf otamiz haqlariga kitob tariqasida chiqdi. Bugun hamma buxoroliklarning xonadonida kichkinagina muzeyda saqlanib turibdi. Nusratullo aka bilan suhbatlashganimda, bilasanmi Xayrullojon, bu kitobni rahmatli otalari, bobolaridan bizgacha yetib kelgan rivoyatlarni men aynan tillardan olganman. Shu suhbatlashganimizda haqiqatan ham bu rivoyatlar bugungi kunda Buxoromizda katta bir ibrat maktabini yaratyapti. Chunki bular yashagan mahalla bizni mahalla bilan yaqin edi. Men Tagbanbofon mahallasida yashaganman, Minoray Kalon tagida. Bular Xo'ja Zayniddin mahallasida yashaganlar. Aynan tadbirlar birga qo'shilishib o'tganida bularni ukalarini yaxshi taniyman. Hozir ham o'sha Pocho Ismoil Samoniy maqbarasi oldida kitobni ana shunday sog'inib, hurmat bilan o'pib sizga taqdim etadilar. Shunchalik kitobga mehr qo'ygan insonlar. Axir bunday insonlar bilan faxrlanmasdan bo'larmikin? Qanaqa tadbir bo'lishidan qat'iy nazar, yubileylar bo'ladimi, tavallud topgan kunlar bo'ladimi, bir mamlakatimiz miqyosida bo'ladigan to'y hashamlar bo'ladimi, mustaqilligimiz bayrami, Navro'z bayramlarida ustozim hamisha peshqadam. Bugun bironta xonadon yo'qki tumanimizda bu kishi kirmagan xonadon bo'lmasin. Bugungi kunda bizning tumanimizda 190 mingga yaqin aholi yashaydi. Shularning ichida 20 mingdan ortiq keksa nuroniylarimiz bor. Mana nogironlarimiz ham ancha bo'lsa kerak, ustoz. 4777. 4777 ta nogironlar bor ekan. Hazrat Mir Alisher Navoiy bobomiz bejiz aytmaganlar. Kimki bir ko'ngli shikastani xotirin shod aylasa, oncha borki Ka'ba vayron bo'lsa, obod aylagay degan ekanlar. Bitta ko'ngli shikastani ko'nglini obod etish bir Ka'baga borib kelish bilan barobar ekan. Shuning uchun men fursatdan foydalanib yaqinda katta bir viloyatimizda
tadbir o'tkazildi. Ustozimizning 80 yillik yubiley to'ylarini o'tkazdik. Shundan niyat qildikki, ustoz 90 yoshingizga mana shunday tantanalarni o'tkazaylik. 100 yoshga kirganingizdan birga bo'lishimizni Allohdan so'rab, bunday insonlar, bunday ulug' zotlar bugun O'zbekistonimizga kerak. Muhtaram prezidentimizning doim bu nuroniylarimiz u kishining nazarlarida har safar Buxoroga kelganlarda birinchi nuroniylar bilan ko'rishib, nuroniylar bilan xayrlashib ketadilar. Bundan bir hikmat bor. Buxorolik zabardosh shoir marhum ustozimiz Hoji Sadriddin Salim Buxoriy bejiz aytmadilar. Illat izlaganga illatdir dunyo, g'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Kim neni izlasa topgay begumon, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo degan ekanlar. Men bir narsaga ko'p e'tibor beraman-da, ustoz juda kamtarin, juda ham kamtarin. Shu ko'p ishlarni qilib nima qiladilar, lekin birovga men qildim, bu ishni qildim degan so'zlarni hech qachon men domlamdan eshitmaganman-da. Bu ham bir menga bitta autoriya bo'ldi desam xato qilmagan bo'laman. Chunki nuroniylarni haligi suhbatlarda ko'proq bo'lsangiz, nur o'z-o'zidan paydo bo'laveradi. Bu kishining yuzlaridagi nur ehtimolki otalardan, bobolardan kelayotgandir. Endi nogironlar jamiyati deganimizda ba'zan nafasimiz sal og'irroq chiqishi mumkin-da. Endi biz istaymizmi, istamaymizmi, jamiyatimizda nogironlar bor. Bu Allohning irodasi, Allohning xohishi. Mana bugungi kunda shu tumanimizdagi 5000 ga yaqin nogironlarga xizmat qilayotgan bo'lsalar, deyarli har kuni bitta yangilik kiritib kelyaptilar. Tinib tinchmas ustozimiz kabinetda men o'tirganlar kam ko'raman. Qachon kelsam mashinalarda eng tumanimizning chekka tumanlari Kunjiqal'a deymiz, Navmetan deymiz, bu yog'i Taligandum deymiz, bu yog'i Robot Qalmoq deymiz. Mana shu uzoq masofadagi mahallalarga borib, ko'ngli shikasta insonlarni hol ahvol so'rab keladilar. Homiylar tomonidan beriladigan mana shu har bir beriladigan sovg'a salomlar bugunisini o'ziga egasiga yetib borishi kerak degan xulosa bilan yashaydilar. Haqiqatan ham bir kun oldin ko'ramiz, bir damas, ikki damas korobkalar kelgan bo'lsa, ertalab qaraymiz. Bu kishi albatta tuman matbuot xodimi oladilar, ma'no oladilar, komissiya tarkibida bo'lib, shu insonlarga 100 ta 200 tagacha tarqatganmiz esda bo'lsa. 200 ta bir kunga 210 ta tarqatganmiz korobka. Men bu bilan bu kishini maqtamoqchi emasman, kamtarinona ishlarini e'tirof etgan holda shu xizmatlari tufayli mana respublikada 2 marta grant yutib oldilar. 2022-yilda 60 million so'mlik grant yutib oldilar. O'tgan yili 23-yilda yana 60 million so'mlik grant yutib oldilarda, butun mana shu haligi kelgan mablag' qaytarib nogironlarga, xonadonlarga kirib bordi. Kimgadir kir yuvish mashinasini olib berdingiz, kimgadir masalan mana bu televizor, mashina tikish, hali ayniqsa o'sha nogironlar bor-ku, yordamga muhtoj. Qora daftarda turgan. O'shalarga bir hunar maktabini yaratish maqsadida hatto o'sha maktabga ham olib borib, shu haligi kashtachilik bor, bizga zardo'zi bor, addozlik, to'quvchilik nimalari bor. Shularga o'sha mashinalarni olib berishga erishdingiz. Chunki yaqinda o'sha nogironlar jamiyati qilingan tadbirda bir onaxon turib, ko'zda yosh bilan gapirdi, minnatdorchilik bildirib, qizi hozir bozorga narsa chiqarayotgan ekan, sotayotgan. Turistlar kelib savdo qiladigan ekan. Bu ham sayyohlarni bir nazar tushgan shunaqa katta ishlar bo'lyapti-da. O'zimizga ham ochdik-ku, pavilyon. O'zlaridan bor. Shu uchun aytadilar-ku, Buxoro qubbatul islomiy dinas. Buxoroga nafaqat insonlarning o'zida, balki Buxoroning havosida ham ilm bor deydilar mashayixlar. Mana shu yurgan yo'lingizda qanaqadir ilm shabasasi esib turadi. Yana bir yangilik biz uchun quvonchli nima xabar keldi o'tgan yili, buni ham birga nishonladik. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
yuqori o'sha palatadagi nimadagi o'tkazilgan tadbirda birinchi darajali diplom bilan va grant yutib oldilar. Damas avtomobili berildi bu kishiga. Biz kutyapmiz, lekin hozirgacha kelmagan. Albatta kelishi kerak degan, mustaqillik bayramigacha beriladi degan shunaqa xabarlarni men eshitdim, ustoz. Umidga bormiz. Ha. Ilohim nevaralar baxtiga omon bo'lsinlar. Farishta qizlari bor. Yana o'sha nimaga yubileylarda nevarangiz ko'ziga yosh olib yig'ladi, bobojon, men sizni yaxshi ko'raman deb keyin bu kishidan so'rasam, doim meni xizmatimda, mana shu nevaram dedilar. Issiq ovqatlarni purib, har ertalab turganda tuflarni tozalab qo'yar ekan. Bobojon duo qilsangiz bo'ldi. Mana qarang, oltin olma, duo ol. Duo oltin emasmi dedilar. Mana shunday insonlar bilan men faxrlanaman, baxtimizga omon bo'lsinlar. Chunki Buxoroy Sharifning ustuni shunaqa insonlar bilan bunyod etilgan desam, ayni haqiqatni aytgan bo'laman. Rahmat. Sizga ham muvaffaqiyat. Joningizga jon bo'lay, jonimga darmonim otam. Kamtarin piru badavlat, shavkatim, shonim otam deyman. Baxtimizga Tasvirchilar guruhi Buxoro tumani nogironlar jamiyati a'zolari va mahalla faollari bilan birgalikda Chekka Ko'chko'mar mahalla fuqarolar yig'ini Gilambov qishlog'iga birinchi guruh nogironi Boboy va Yulduz xonadoniga yetib keldik. Sog' salomat bo'lishib, chehra tomi doim xanda bo'lishadi. Dunyoma tinchmat, xonadonoma tinch hastam. Rabbana atina fid dunya hasanatan muborak bo'lsin, xayr-rahmat. 50 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Mo peshpazakda oldiroq kelamiz doim. İsmi famlam Boboy va Yulduz. Gilimbov qishlog'ida yashayman. Birinchi guruh nogironiman. Shu bolaligimdan, 13 yoshligimdan buyon ana shu quroqchilik bilan shug'ullanib kelaman. Shu uyga bekor o'tirmayman, shuni tikib, nima qilib o'tiraman. Ana shu nogironlar jamiyati nimalarni menga elektronik arobacha berdilar. Ana shu tikuv mashinka berdilar. Shu tikuv mashinka bilan shu bekor o'tirmayman, tikib o'tiraman. Shu mahsulot tikkan narsalarimni ana shu libanlarga beraman, bu kishilar sotib qilib beradilar. Bir quroq ham emas, bunaqa ko'rpachalar, bunaqa ko'rpachalar tikaman. Shu nimalarda shu tikib o'tiraman. Ana shu bir ko'rpacha emas, ana shu podushka, ko'rpacha, bu nimalar tikaman. Shu dasturxon tikaman, quroqdan. Nima bo'lsa shu quroqdan tikib o'tiraman. Qo'limdan kelgan nimalarni qilib o'tiraman. Bekor o'tirmayman uyda. Zeriksam shu elektronik arobacha bilan chiqib, ko'chalarga aylanib kelaman, yana o'tirib tikaman. Shunday qilib yuribman uyda. Hamid aka amalga oshirayotgan ishlarni men hozir endi 2021-yildan Buxoro tuman deputatlar kotibiyat mudiri bo'lganimdan keyin mana shu bir joyda kirib chiqamiz. Birta xonada bu kishi turadilar, 3ta xona bizada.
har doim bu kishida murojaat qiladiganlar bor. Murojaat qiladiganlarni bu kishi eshikdan kutib oladilar. Yana chiqarib qo'yayotgan vaqt ham eshikdan chiqarib qo'llari ko'kslariga bo'lib yuboradilar. Bu insonga xos bo'lgan, nuroniyga xos bo'lgan bir xislat. Hammada ham yo'q, hamma nuroniylarda ham bunday xislat yo'q. G'aniyev o'zlariga tegishli bo'lgan o'sha nogironlarni deyarli hammasini ular 4000 ga 77 tani tashkil qiladi. Ana shularning hammasini qayerga turishini, uy sharoiti qanaqa ekanligini, hattoki tug'ilgan kuni qachon nishonlanishini biladilar. Albatta tug'ilgan kunida o'sha nogironning uyiga borib, sovg'a salomlarni topshirib, uning ko'nglini topib keyin keladilar. Jamoat tashkilotlari bor, boshqa tashkilotlar bor. Shu tashkilotlar bilan bu kishi aloqa qiladilar. Chunki bu kishi jamiyat. Bu kishida aytaylik davlat tomonidan yoki boshqa aytaylik byudjetdan ajratiladigan mablag' yoki nimalar yo'q. Bu kishi mana shu jamoat tashkilotlari, fermerlar, korxonalarning rahbarlari, mana tadbirkorlar bor, qurilish tashkilotining rahbarlari bor. Hammalari bilan til topishib biladilar. Til topishlari shundaki, bu kishi aytadilar, shu jamiyatga ozgina yordam bersangiz, shu jamiyat a'zolarining ko'ngli tog'day ko'tariladi. Tushunadiganlar bu kishiga yordam tilayapti. Mana yaqinda har yili shu 17-yildan buyon men bilaman hamma vaqt shu 3-dekabr nogironlar kuni munosabati bilan davralar tashkil qilinadi. Shu davralarning hammasida bo'lganman. Biron yil men bo'lmagan davra yo'q. Shu yerda nogironlarni chaqirib, ularga aytaylik stollar tashkil qilib, shu bilan birgalikda ularning har biriga alohida nogironlar jamiyati tomonidan sovg'a salom, nogironlar kuni munosabati bilan deb beradilar. Bundan tashqari mana shu jamiyatning a'zolari bilan sport musobaqalarini o'tkazadilar. Mana yaqinda shaxmat shashka musobaqasini o'tkazdilar. Mana shu yerda. U yerda yoshlar ham bor, nuroniylar ham bor. O'sha bilan birgalikda o'sha aytaylik ular bir ko'ngli o'ksik odamlar ular, fuqarolar. Ana o'shalarning ko'nglini bu kishi ularni chaqirib mana shu musobaqalarni tashkil qilish bilan ularning ko'nglini tog' qadar ko'taradilar. Buni har kim qilib bilmaydi. Men o'ylayman bu kishida bo'lgan shijoat hamma nuroniylarda yo'q. Endi yana bitta nimani aytaman. Bizda mana bu Senat tomonidan tashkil qilingan eng yaxshi ijtimoiy tashabbuskor nodavlat notijorat tashkiloti nominatsiyasi bo'yicha viloyatda bu kishi ishtirok etib birinchi o'rinni olgan edilar. Mana yaqinda nimada 12-noyabr kuni Senatning yalpi yig'ilishida ishtirok qilib, u yerda ham mana O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi eng yaxshi ijtimoiy tashabbus 2024 Respublika ko'rik tanlovi eng yaxshi ijtimoiy tashabbuskor nodavlat notijorat tashkiloti nominatsiyasi bo'yicha birinchi o'rin sohibi Buxoro viloyati Buxoro tumanidagi nogironlar jamiyati birinchi darajali diplom bilan taqdirlangan edi. Mana qo'mita raisi Iminov imzolari bilan mana shu narsa topshirilgan edi. Mana bu nominatsiyaning nimasi. Mana shunda ham bu kishi ishtirok qildilar. Bundan tashqari bir necha marotaba davlat granti sohiblari bo'ldilar bu kishi. Men butun tumanimiz deputatlari nomidan akaga, Hamid akaga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Bir necha marotaba sessiyalarda chaqirib, deputatlarimizni oldida bu kishini biz taqdirlaganmiz, mana shu ishlarni amalga oshirganliklari uchun, mana shu nominatsiyada borib ishtirok qilganliklari uchun, tuman hokimi tomonidan kengash raisi, tuman hokimi bu kishiga nimalar qilgan edi. Mana yaqinda bu kishi 80 yoshga kirdilar. 80 yoshlik yubileylarini o'tkazdik. U yerda kelib ishtirok qilganlar hammasi mana shu yoshga bizni ham Xudo yetkazsin degan tilaklarni bildirdilar. Chunki hali navqiron,
Mana shu navqironlik bu kishini tanqid etmasin. Mana shu jamiyat a'zolarini burdan keyin ham sog'ligi uchun, undan keyin ham ularni amalga oshiradigan ishlarni ro'yobga chiqarish uchun bu kishiga omadlar tilayman. Bu kishi sog' salomat bo'lsinlar baxtimizga. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Buxoro tuman jangchi faxriylar va nogironlar birlashmasi tomonidan tashkil etilgan tadbirdan video lavhalar. Mana bugun O'zbekiston veteran jangchi faxriy va nogironlar birlashmasi tashkil etilganligining 31 yilligi hamda afg'on urushi qatnashchilarini olib chiqilganligini 36 yilligi munosabati bilan mana tantanali ravishda uchrashuv o'tkazib o'tiribmiz. Biz veteran jangchi faxriy va nogironlar birlashmasi doimiy nogironlar jamiyati Hamid aka boshchiliklarida doimiy hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Buxoro tumanidan jami bo'lib 290 ga yaqin jangchi faxriylarimiz afg'on urushida qatnashib, shulardan 7 nafari nogiron bo'lib qaytdi, 3 nafari halok bo'lib qaytdi. Faxriylarimiz orasida 22 kishi tinchlik davrida nogiron bo'ldi. Jami bo'lib 35 kishi hozir nogironlik guruhlariga, har xil turdagi guruhlarga nogironlik gashtini surib yuribdi. Biz mana tumanimizning nogironlar jamiyati raisi Hamidjon aka bilan doimiy hamkorlikda ish olib boryapmiz. Tuman hokimligi va mana shu jamiyat mana shu nogironlar holidan doimiy xabardor. Bulardan minnatdormiz. Butun birlashma nomidan rahmatlarimizni aytamiz. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Men Hamidjon G'aniyev 17-yildan beri Buxoro tuman nogironlar jamiyatining raisi bo'lib ishlab kelyapman. Asosiy bizning vazifamiz nogironlardan xabar olish, o'yma-o'y borib, shularga yetmaydigan mahsulotmi, biron vazifami bo'lsa, shuni bajarib kelyapmiz. Mahalla birgalikka, yoshlar birgalikka, xotin-qizlar birgalikka, ish yetakchi jamoatimiz bilan o'yma-o'y kelgan sovg'alarni, ehsonlarni etib, o'yma-o'y berib, hol ahvol ulardan xabardormiz. 22-yil grant yutib oldik, 60 million. Shunga prezidentimizning qarorlari bor. 21-yil 20-dekabrga chiqqan 57-qaror bilan nogironlarni uyga ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni ko'rgazma qilib ham sotuv, ularga qo'shimcha daromad yetkazish uchun pavilyon qurib oldik. Yana 2023-yil yana grant yutib oldik. Yoshlarni,
nogironlarni, hunarbandlarni mana markazga o'qitib, ularga sertifikat olib berib, ularni zamonaviy asbob uskuna bilan ta'minladik. Kamiga 20-21 ta nogiron uyiga ish bilan band bo'ldilar. Oilalariga daromad keltiryaptilar. Asbob uskuna bilan ta'minladik ularni. Ana shunday qilib 24-yil bo'lsa Oliy Majlisni grantini yutib, birinchi o'rinni respublika oldik. Jamoatimiz doim xizmatga nogironlarga. O'zim 1945 tug'ilganman. Hozirgi vaqtga 80 yoshga kirganman. Charchamasdan shularni duosi bilan quvvat berib menga Alloh taolo ishlab yuribman. Yana niyatim bor. Alloh taolo menga qancha umr bergan bo'lsa, shu umrimni vatanim uchun, xalqim uchun, prezidentim uchun fido qilaman. Ne'mat va Hanifa opa nogiron bo'lishiga qaramay tikuvchilik kasbini egallab olgan va turli xil kiyim-kechaklar tikib, oila byudjetiga daromad keltirmoqda. Qadam yetsa balo yetmasin, o'tganlarni Xudo rahmat qilgan bo'lsa, ana bugun 18-fevral Hanifaxonni uylariga mehmon bo'lib keldik. Bularning holidan, ahvolidan xabar olishimiz kerak. Bularni ishlariga rivoj bersin, o'zlari ish bilan o'zlarini band qilib, oilalarga qo'shimcha daromad qilyaptilar. Alloh taolo barakasini bersin. Nima niyatlari bor, Alloh taolo niyatlariga yetkazsin. Robbana atina fid dunya hasanatan wa qina azobannar. Bir rahmatika arhamar rohim. Rahmat. Bugun biz Buxoro tumanida joylashgan Do'stlik mahallasidamiz. Do'stlik mahallasini Navruz ko'chasida Ne'mat va Hanifa opamiz mana shu xonadonda turmush o'rtoqlari, farzandlari va nabiralari bilan bir necha yillardan buyon istiqomat qilib kelmoqdalar. Bu kishi asli o'zlari haqiqatan ham tikuvchi, mahallamizda nogironligi bo'lishiga qaramasdan fuqaromiz juda ham bir tikuvchilik yo'nalishida ishlab, milliy o'zimizni dasturxonlarimiz, davra ko'rpalarimiz, to'y hashamlarga ishlatiladigan ko'rpachalarning hammasini tikib, el xizmatida doim yuribdilar. Hanifa opa, qandaysiz? Rahmat, Xudoga shukr. Avvalambor e'tiborlaringiz uchun katta rahmat, e'tibor berganlaringiz uchun. Ana shunday qo'l mashinkam edi, qiynalib tikardim. Xudoga shukr, hozir ham mana shu mashinkangiz bizni Buxoro tuman nogironlar jamiyati rahbari mana Hanif Hamid akaning tomonlaridan yutib bo'lgan grant evaziga olib berildi. Bir emas, bizni mahallamizdan 3 ta nogironligi bor shaxslarimizga, fuqarolarimizga berildi. Mana bugungi kunda mana shu mashinkani ishlatib kam ko'p bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham qo'shimcha daromad olyapsiz-da, to'g'rimi o'ylaysizda? 5 ta nabiram bor, 4 tasi qiz. Ko'ylakchalarni, chaponchalarni o'zim tikib beryapman. O'zimizning narsalarimizni tikamiz, ana ko'rpacha, darsxonlar tikaman. Ancha ro'zg'orimga ancha himo bo'ldi. Daromad qilishim uchun ancha yordam beryapti. Xudoga shukr, katta rahmat Hamid akaga. Rahmat. Mahallamizga, raislarga rahmat. Qarangda, bizni o'zbekona milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimizni ko'ringki, bozor mahsulotiga faqatgina o'zimizni liboslarimiz, qana desam, sharqona bir o'zimizni uslubimiz borki, mana shularni tikib, mahsulotlarimizni bozorga chiqarib, o'zimizni aholimizga isbot etamiz. Mahalla bilan birgalikda bizni jamiyatimiz nomidan sizga arzimas. Biz sog'lom topshiramiz. Doim sog' salomat bo'ling. Alloh taolo sizga kuch-quvvat bersin. Nima niyatlaringiz bor, Alloh taolo niyatlaringizga yetkazsin. Nima muammo bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz, biz kuchimiz yetgancha yordam beramiz. Rahmat. Doim e'tiborimizdasiz, Hanifa. Doim sog' salomat bo'ling. Katta rahmat. Ko'pdan ko'p saxiy va ochiqqo'l homiylar tarafidan in'om etilgan mahsulotlar avval jamiyat omborxonasiga yig'iladi va jamiyat faollari tomonidan tumanda yashovchi nogironlarga yetkazish uchun taqsimlanadi.
Ana bugun jamiyat faollari birgalikda nogironlar uchun mahsulot kelgan, ehson qilgan mahsulotlarni taroziga tortib, yashiklarga qo'yib, tayyorlab qo'yamiz. Ramazon oyiga o'yma-o'y borib, mahalla borib, birgalikda topshiramiz. Homiylar tomonidan 5 qop kelgan un, 2 qop shakar, choy, makaron mahsulotlari taxlab, upakovka qilib, bular homiylar keltirgan narsalarni jamiyatimizning faollari taxlab qo'yib, Ramazon oyiga o'yma-o'y borib, mahalla borib, birgalikda topshirishimiz. Buxoro tuman Xonobod mahallasida yashovchi Murtazoyeva Ra'no opa xonadoniga yetib keldik. Ra'no opa nogironliklariga qaramay to'quvchilik hunari bilan shug'ullanib kelmoqda. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Buxoro tuman Xonobod mahallasi Xonobod qishlog'ida yashovchi 2-guruh nogironi Murtazoyeva Ra'no Ravshananing xonadonlariga xabar olish uchun keldik. Ra'no opa, sizni tug'ilgan kuningiz bilan muborakbod etamiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, ana shunaqa hunarlarni bizlarni kelajak avlodga ham o'rgatishingizni tilakdoshimiz. Muborak bo'lsin. Hech ham kasal bo'lmang, doimo sog' salomat bo'lib yuring opajon. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Jamiyat nomidan, o'zimni oila a'zolarim nomidan, o'zim nomidan sizni tabriklayman. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Alloh taolo sizga nima niyat qilgan bo'lsa, o'sha niyatlarga yetin. Sizga Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Sog' omon bo'ling. Nima niyatlar bor, Alloh taolo niyatlarga yetkazsin sizni. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar, rahmat. Men kichikligidan onam bilan birga naskinlarni to'qib bozorga sotaydik. Avval vaqt 23-fevralga ota-onalar o'g'illariga posilka qilib uzatadilar. Yangi yilga 23-fevralga. Hozir ham hunarni davom ettirib kelyapmiz. Bir qancha hunarlarimiz bor, onamning hunarlarini davom ettirib kelyapman. Undan keyin biz klassga madaniy ishlar bo'yicha diktor edik. Bayramlarga programmalarni tahlil berardik. 8-mart Navro'z bayramiga tahlil berardik. Hamda Buxoro Sharif gazetasiga bir qancha maqolalar yozgan, paxta yig'im terimchilarni yozib biz maqolaga aytib berardik, o'chiradiga chop qilib chiqarardilar. Buxoro tuman Do'stlik mahallasida yashovchi yosh iste'dodli rassom Shahrizod bilan uchrashuv.
mehmonlar xush kelibsizlar. Mana bugun biz Buxoro tumanidagi Do'stlik mahallasida joylashgan Toshmachit ko'chasida yashovchi Shokirov Shahrizodning xonadonlaridamiz. Mana bu o'quvchimiz bir juda ham ajoyib iste'dodli o'quvchi. 49-maktabda o'qiysan, Shahrizod, nechinchi sinfdasan? 8-sinfda o'qiysan. Bu oilada ota-onasi, buvilari, ukalari bilan birgalikda yashashadi xonadonda. O'zini onasi ham o'qituvchi bu kishi. O'qituvchi hisoblanadi. Mana bu yigitimiz shu rasmchilik, tasviriy san'atga juda ham bir qiziqadi. Bu kishini doim mahalla, nogironlar jamiyati hamkorligida birgalikda xonadonlarga kelib xabar olib turamiz. Bu kishini chizgan rasmlardan bir ichki tug'yonini shu oddiy qog'ozda masalan aks etgan shu bir chiroyli rasmlardan bir olam ma'no olamizda o'zimiz uchun. Haqiqatan bu juda ham bir tahsinga sazovor. Bundan bir 2-3 oy oldin nogironlar jamiyati va nuroniylar jamiyati bilan birgalikda bu kishini chizgan rasmlarini bir chiroyli qilib shu yerda ko'rgazma tariqasida ko'rsatib berdik. Juda ko'p mahallalardan o'zini tengdoshlari, fuqarolarimiz borib ko'rib bir juda ta'sirlandilar. Kelajakdagi orzularing haqida bir aytib bersang. Kim bo'lasan? Mana shunaqa bir hunaring bor, chiroyli. Kasb deydimi endi bu ham bir iste'dodda. Kelajakda arxitektor bo'lmoqchiman. Juda ham yaxshi. Bir foydasi tegadigan yigit bo'ladi. 2024-yil konkursga viloyatga borib haqiqatdan bu kishi ikkinchi o'rinni olib keldilar. Ikkinchi o'rinni. O'sha uchun u kishiga muvaffaqiyat tilaymiz. Doim sog' salomat bo'lsinlar. Nima niyatlari bor, Alloh taolo niyatlariga yetkazsin. Bizni tumanda shundoqa yigitlar bor, nasib bo'lsa kelgusiga niyatlariga Alloh yordam beradi. Ana o'sha uchun bizning jamiyatdan ana bir ozgina shirinlik. Shunday. Shirinlik. Sizga arzimas shirinlik. Ravishda xabardor bo'lib, xabar olib, qo'llaridan kelgancha mana Hamtaka G'aniyev o'zlari yordam berib turadilar. Qolaversa bizlar bilan birgalikda nuroniylarimiz ham bor. Mana shu yigitimizni juda ko'p tadbirlarga chaqirib turamiz. Bundan keyin ham chaqiramiz yana. Keyingi bosqichlarda respublika bosqichida qatnashib, birinchi o'rinni egallab kelishiga bizlar tilakdoshmiz. Tabriklayman sizni. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, nima niyatlar bor, Alloh taolo niyatlaringizga yetkazsin. Sizlarga ham quvvat bersin. Rahmat. Momoga uzoq umr, sihat, salomatlik, kuch-quvvat bersin sizga. Boshingizga sog' bering. Albatta. Endigi safarimiz Do'stlik mahallasida istiqomat qiluvchi birinchi guruh nogironi Allabegin va Sayyora xonadoniga bo'ldi. O'sha uchun. Mayli. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik. Ana Alloh ko'pga shifo bersin, o'sha qatori sizga ham shifo bersin. Tabriklayman. Sizga doim sihat, salomatlik. Assalomu alaykum. Men Allaberganova Sayyora, birinchi guruh nogironiman. Shu uyga bekor o'tirmayman, shu to'qishlar bilan shug'ullanib to'xtayman. Yozda tikish bilan, qishda to'qish bilan shug'ullanib o'tiraman. Nogironlar jamiyati raisi Hamid bobo G'aniyevga rahmat. Bizlar shunaqa holimizdan xabar olib turibdilar. Ana mahsulotlarimizni to'qiganlarimizni etib, sotib pulini olib beradilar. Ana tikishlarga mashinka ana ustal-usturlar olib berganlar. Bugun ana tug'ilgan kunim. Shunga ham ana tabriklashga kelganlar. 2022-yilda ana nogironlar aravachasi berdilar. Bu o'zi yuriydi. Akkumulyatorlik. Ancha qulay, Xudoga shukr. Rahmat. Nogironlar jamiyati raisiga Hamid aka G'aniyevga kattakon rahmat, minnatdorman bu kishidan. Umrlar uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lsinlar bizning boshimizga. Jonlari sog' bo'lsin. Bizlarni xabar olib to'xtaylar. Rahmat.
Buxoro tumani Turkon mahallasida o'zi nogiron bo'lishiga qaramay ijod bilan shug'ullanib kelayotgan mo'yqalam sohibi rassom Haydarov Hamro bilan suhbatlashdik. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men Haydar Hamro Bahronovichman. Turkon mehriga qarashli Abdana qishlog'ida ishlayman. Men ikkinchi guruh nogironiman. Uyda mana shunaqa rasmlar chizib turaman. Har xil mavzudagi asosiy ishim shu miniatyura yo'nalishida ijod qilaman. Endi miniatyura bilan birgalikda mana bunaqa kalligrafiya, keyin mana bu eski shaharning ko'rinishlari, eski shahar obidalari, ham mana bunaqa nimachalar, qushchalar, yana portretlarga ham qiziqib ijod qilib kelmoqdaman. Tuman nogironlar jamiyatining raisi G'aniyev Hamid aka xabar olib turadilar. Shu ishimiz bilan qiziqib, nima yordam kerak bo'lsa so'rab, imkoniyatlar yaratishga harakat qilib xabar olib turadilar. Bu asarimizda hozirgi kundagi Hakkiy o'yinini qadimiy ko'rinishi, ya'ni chagon deyiladi. Bu o'tlarning ustiga shu kichkina to'pchani urib o'ynalgan o'yin. Bu tarixda bunaqa o'yinlar ko'p bo'lib o'tgan. Shuni o'yin tasvirlangan bu yerda. Mana bunga, mana bu asarimizga bu hamsa asaridan olingan bo'lib, mana sher kiyigimizni o'qilyapti. Bu yerda mana ovchilarimiz nima qilyapti? Sherni otishga tayyorlanyapti. Shu narsa bu yerda tasvirlangan. Mana bu yerda o'sha yovvoyi kiyikchalarni o'sha o'ziga jalb qilish maqsadida kuy chalib, sekin mayin kuylar bilan alalayotgan timsollar yaratmoqda. Bunaqa ishlashni men yoshligimdan qiziqib, har xil ustalarga shogird turib, sekin-astalik bilan o'rganib kelganman. Hozirgi kunda ham o'rganishimni davom ettirib, ishlarimni yanada mukammal qilish uchun izlamoqdaman. Hozirgi kunda mana shu ishlayotgan miniatyura ishlarimizni ustalarimiz buyurtma qilishadi. Buyurtma asosida tayyorlab beramiz. O'zim oilaliman, 3 nafar farzandim bor. Mana shu ishlab, sekin-astalik bilan shu ro'zg'orimga, oilamga sekin-sekin daromad olib kelaman. ...2022 yil Buxoro tuman nogironlar jamiyati 60 million grant yutib oldi. Shu grantning hisobidan ko'rgazma pavilyoni ochildi. O'sha ko'rgazma pavilyonga hunarmand nogironlarni qo'l mehnatlarini ham ko'rgazma, ham sotuvga olib chiqarish uchun shu pavilyon barpo etildi. 2023-yil yana ikkinchi grant yutib olindi. U grant 60 million grantga hunarmand nogironlarni ish bilan band qilish hisobida ularga tikuv mashinka olib berildi, dazmol stoli va dazmol olib berildi va shu ko'rgazma pavilyonimizni yanada ham boyitdi. Hunarmand nogironlarni ish qo'l mehnatlari bilan boyitildi va sotuvda qo'yildi. Hunarmand nogironlarimiz hozirgi kunda ishlab chiqarayotgan mahsulotlari bu quroqchilik bor. Birinchi guruh nogironimiz quroqchilik bilan shug'ullanib kelyapti.
Yana birinchi guruh nogironimiz bor, to'quvchilik bilan shug'ullanib kelyapti. Ko'ylaklar tikishyapti. Shu ishlar bilan o'zlarini band qilib, uylariga qo'shimcha daromadlar olib kelishyapti xonadonlariga. Va nihoyat Piru badavlat otaxon Xomid Bobog'aniyevning xonadoniga ham yetib keldik. O'g'il qizlari, nevara va chevaralari davrasida tasvirga oldik. Dadajonim, quyoshim, padari buzrukvorim, ana qiblagohim. Ilohim doim sog' salomat bo'lsinlar. Ilohim har bir qilgan mehnatlarini rohatini ko'rsinlar. Bu kishilar saxovat pesha, farzandlarga mehribon, ana nevaralarga mehribon, hatto evaralarga ham mehribon padarimiz. Borlik bilan biz faxrlanamiz. Ana biz 5 farzandmiz. 5 suyanchiqmiz dadamga. Bu kishi bizni madadkorimiz. Har bir ishda maslahatchimiz. Ilohim doim sog' salomat bo'lsinlar. Bizlarni huzur halovatimizni ko'rsinlar. Hammaga rahmat. Hurmatli ustozimiz Homidjon otamiz, hurmatli akaxonimiz Rahmatjon akamizning mana ustozimizning 80 yoshlik yubiley to'ylari. Rahmatjon akamizning 75 yoshlik yubiley to'ylarida muborak zaminda Chorbakir buyuk avliyolar, buyuk amirzodalar, buyuk ulamolar qadamlari mustajob bo'lgan, muhrlangan zaminda mehmon bo'lib o'tiramiz. Ustozimizni Buxoro tuman xalqi yaxshi ko'radi. Buxoro tuman hokimligi kecha katta bir tadbir o'tkazib, ustozimni sahnani peshkashida o'tkazib, zar choponlarni kiygizib, ustozimizdan duolar oldik. Ajoyib tilaklar aytildi. Yaqindagina bu kishining yutuqlari bilan tabrikladik. Hali bu yutuqlarni alohida to'xtalib o'tamiz. Har ikkalalariga mana bu tomonda ustoz.